Xo'p, kirib oldik bozorga. Bo'ldi. Xo'p, MetaTrader 5 platformasidaman men. Darsimiz manipulyatsiya bugungi xudo xolisa. Xo'p, любой strategiyada u manipulyatsiya bo'ladi, o'shandan qochish. Ya'ni kim o'sha manipulyatsiya holatini oldindan bilish bo'yicha bugun ko'rsatib tushuntirib beraman. Xo'p, bilasizlar, ya'ni kim SNR zonalari bizda har doim mana bunaqa liniya ko'rinishida bo'lib kelgan. Har doim liniya ko'rinishida bo'lgan. Xo'p, bugungi aytmoqchi bo'lgan narsam endi yaponskiy svichaga ham обязательно qarash kerak. Что yapon shamlari bor-ku, o'shanga ham обязательно qarash kerak. Что zona breakoutni, zona fakeoutni biz через svicha yokida o'sha shamning soyasidan aniqlashimiz mumkin. Xo'p, основной sizlar imенно SNR ma boshqa strategiyada ishlasalaring, zonani bilasizlar, baribir katta time framedan tortamiz biz. Katta time framedan kelamiz. Основной bizga nima deydi o'sha o'zimiz ko'proq, ya'ni bir kunlikda holatida ishlatadigan time frame'imiz bu albatta H1 time frame bo'ladi. Imенно o'sha H1 time frame'da bo'layotgan voqea, ya'ni ssenariylarni sizlarga tushuntirib beraman. O'shanga qarab ishlaysizlar, xudo xolasa. Xo'p, определённый bir zona bo'ladi bizda. Supportmi, resistantmi, farqi yo'q. Misol, mana bu bizda SNR bo'yicha resistant zona, to'g'rimi? Narx keladi, qaytib ketadi va narx yana qaytib kelsa mana shu joydan biz sell ishlaymiz. Keyingi kelishlarda что minimal riskmi, maksimal riskmi, nima tasdiqqa qarab ishlaysizlar, to'g'rimi? Xo'p, bundan keyingi bo'layotgan holat, ya'ni bozor mana shu joydan impuls bilan chiqib ketadi. Impuls bilan chiqib ketgandan keyin qaytib mana shu zonaga retestga keladi. Imенно mana shu zonadan chiqish joyi bilan bizga retest joyi muhim. Что ko'p odam o'ylaydi, o'sha zona breakout qaytadan retestga keldi, shu joydan buyga ketadi deb o'ylaydi. Misol, bu o'zimizning SNR strategiyasi bo'yicha R B as bo'lib ketadi, ya'ni resistant breakout support bo'lib ketadi. Haqiqiy resistant breakout support qanaqa bo'ladi bizda? Hop, yana bizda o'sha zonamiz resistant, to'g'rimi? Narx keladi, qaytadi, to'g'rimi? Narx keladi, qaytadi, narx kelib qaytadi. Mana shu zonani impuls bilan buzib o'tgandan keyin retest и дальше buy. Ishlayapti? Xo'p, mana shu misol to'laqonli breakoutga kiradi. Endi fake out holatlari. Что buni nomi nega RBS? Mana bu qaytaradigan zona bizda resistant zona, R bo'lib turadi bu. Resistant zona. Resistant deb uzun qilib yozmayapman, R deb qo'yapman. Xo'p, mana shu zonani narx buzib o'tishligi bu breakout deb aytiladi bizning tilda endi. O'sha B harfi yoziladi, to'g'rimi? Xo'p, support zona qanaqa bo'ladi bizda? Support inglizkami o'zi ma'nosi bilan turibdi, ya'ni qo'llaydigan zona, qo'llovchi zona, to'g'rimi? Zona поддержки. Xo'p, support zonamiz V ko'rinishida bo'ladi. Что cena kelib, mana shu zonalardan reaksiya olib ketishligi mana shunaqa tarzda bo'ladi. Misol, mana bu yoqda support bo'ldimi? O'sha qo'llab yubordim mana shu zonadan, keyingi shu zonaga kelishligi o'sha bizga fokusimizni shu buyga qaratishga majbur bo'lamiz. Xo'p, endi bu yoqda mana qarasanglar, dast avval bu resistant zona bo'lgan. Resistant zona breakout bo'lgandan keyin o'sha buzilgandan keyin o'sha bu mana bu V ni yasab support bo'lib ketishligi kerak. Ssenariy bo'yicha. Shunaqa bo'ladi ham, lekin mana shuni aldamchi holati ham bor-da, ya'ni manipulyatsiya holati bor. Bu qanaqa bo'ladi? Xo'p, manipulyatsiya holatida ham xuddi mana shu o'sha o'zimizning zona narx keladi, ketadi, narx keladi, ketadi, narx keladi, ketadimi? Birinchisi qanaqa tarzda bo'ladi? Birinchisi zonadan ozroq chiqadi. Ko'p odam o'ylaydi, ha, bo'ldi, o'sha support resistant zonamiz breakout bo'ldi, что o'sha biz selga qaramasligimiz kerak, buyga qarashimiz kerak deb o'ylaydi o'zini xayolida. Mana shu joyda obratno pastga tushib ketish bo'ladi, mana bunaqa holat. O'sha mana bu yoqda misol support zonaga kirgan misol buyerlar bor-ku, misol buy ochgan сделкалар bo'lishi mumkin, kimlarnidir. Liba bezvitkiga qo'ygan bo'lishi mumkin, liba ushlab o'tirgan bo'lishi mumkin. O'shalarni ham stopini bittada olib ketadi. Ya'ni mana shu joyda zona breakout bo'ldi deb o'ylaydi ko'pchilik. Bu yoqda misol buy сделкani ochadi. Buy сделкani ochgandan keyin avtomatik cena o'sha impuls bilan pastga qarab ketadi.
Pastga qarab ketgandan keyin mana pastda ochilgan baylar ham bor-u, o'shalarni ham stopini yig'ib dalish mana bunaqa holat bo'lib ketadi. Bu birinchi holat. Xo'p, ikkinchi holat, yana bizda zona bo'ladi. Imенно mana shu zonamiz bo'ladi. Zonaga misol yana kelish, qaytib ketish, kelish, qaytib ketish, kelish, qaytib ketish. Bu yoqda ham mana shunaqa buzilgan tarzda ko'rinadi-da. Retesga kelganday ko'rsatadi o'zini. Bu yoqda ozgina turadi-da, idalchi tushib ketadi. Bu yoqda o'zi ssenariy bo'yicha kelib ketish kerak narx. Уже bo'ldi. Mana shu tarzda ketish kerak. Lekin unaqa narsa bo'lmaydi. Endi xuddi mana shuni realniy bozorda nimalar orqali biz aniqlasak bo'ladi? Qanaqa time frame'da qo'llasak bo'ladi yoki qanaqa qilib oldindan bilish imkoniyatimiz bor? O'sha narsani sizlar bilan bugun xudo xolasa gaplashib o'tamiz. X. Xo'p, mana e'tibor bersalaring, mana bu yoqda mana bizning zonalarimiz bor. Bizning zonalarimiz bor, mana qaranglar. Hozir ko'rsatib turgan joyimda bu sizlarga hozir ko'rsatib bergan ssenariy bo'yicha H1 time frame'damiz va tilladamiz. Ya'ni kim tillani grafikasidamiz. Xo'p, tillani grafikasida значит qaranglar mana. Narx resistance zonani bizga yaratgan. Ya'ni kim A bo'ldi va narx yana yuqoriga chiqdi. O'sha zonadan reaksiyani berdi. Reaksiyani bergandan keyin vot qarasalaring yana shu joyga kelish bo'lyapti. Vot zonamiz aktual bizga ishlab beryapti. Selga, to'g'rimi? Endi H1 time'dan bu ham bizga kichkina punkt yurib bermagan, deylik 4509 lar atrofidan kirgan bo'lsalaring, sizlarga mana 94 90 gacha tushib beradi. Tashi 100 150 punkt degani. Bundan keyin mana e'tibor bersalaring, mana zonadan mana impuls chiqishi, zonaga qaytib kelishi, vot mana zonadan real ishlab berdi ssenariy bo'yicha. Ya'ni bu manipulyatsiya emas, real ishlab berishni ko'rsatyapman birinchi. Keyin manipulyatsiyani bu yana zonaga chiqishi, o'sha joydan yana qaytib bir marta ishlab berishi. Anadan keyin tushib ketish bo'lyapti. Mana bu kasaniya bilan mana bu kasaniya bizga ishlab beryapti. Xo'p, mana bu ishlagan joyi. Bunga albatta qo'yamiz, galочка bilan pitichkani qo'yamiz. Endi ishlab bermagan joyi manipulyatsiya. Xo'p, zonani breakout'ini qanday bilsa bo'ladi? Ya'ni zonani buzilganligini biz qanday bila olamiz? Xo'p, sizlar o'sha resistance zonani tortasizlar. Resistance zonani tortgandan keyin sizlar qarab o'tirishlaring kerak. Что qaysi time frame'da? Albatta H1 time frame'da. H1 time frame'ga o'tib qarab o'tirasizlar. Zonani tortgandan keyin, misol zonani tepasida 3 ta 4 ta switch yopilishligi shart. H1 bo'yicha. Ko'p odamni ashibkasi nima? Ko'p novichokda ashibkasi mana mana bunaqa ko'rinishga keladi. Endi bu yo'l mana yaponskiy switchda ko'rsatay, mana keladi yaponskiy switchda. Bitta uzun switch bo'ladi-ku, misol impulsli switch. Ha, zona breakout yana qaytib keladi, ketadi deb o'ylaydi. Yo'q, asl ma'no unaqa emas. Misol yangi switch yana ochilib, bu bilan tenglashib qolishi mumkin. Mana bu bilan tenglashib qoladi. Ya'ni kim? Uje yana narx dальше orqaga продолжаем qilib ketadi. O'rtada sizlar mana yerda уже bayga kirib, ne za что stopni по-любому yo bu minimumga yo bu minimumga qo'ygan bo'lasizlar, to'g'rimi? Ne za что stopni olasizlar. Xo'p, yaponskiy switch bo'yicha qanaqa qarash kerak? Yaponskiy switch bo'yicha mana shu zona bo'ladigan bo'lsa, mana shu zonani ustida mana bunaqa tarzdami, mana bunaqa yoki birlashgan emas, misol. Birinchi sal teparoqda, ikkinchisi yana sal pastroqga ham tushsa bo'laveradi, farqi yo'q. Самое главное, zonani ichiga kirib mana bunaqa turmasligi kerak, tushunyapsizlarmi? Zonani tepasida, ya'ni mana shunaqa tarzda уже 4 ta switch yopildimi, bu to'laqonli breakoutga kiradi. Ya'ni to'g'ri bu. Уже misol keladi, retest idalchi bayga uchib ketadi, impuls berib yuboradi mana bu zona. Misol mana kelgan narx qaytib ketdi, kelgan narx qaytib ketdi, keyin dalchi mana bunaqa bo'lib ketadi bizda. Tushunyapsizlar, ha? Alo. Dars o'tyapman, darsga kanalga hozir tashlab oladisan, bo'pti. Xo'p. Endi qaranglar. Manipulyatsiya holatidagi moment. Misol bugungi momentni mana ko'ramiz mana. Bugun mana как раз uchib ketdi-ku, ko'p odam stop oldi. Men o'zim qarab o'tirdim, почти bir 7 ta 8 ta kanal stop bordi. Mana.
Xo'p, e'tibor berib qarasak, men e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana shu joyda mana qaranglar. Nechta svichani yopilishini ko'ryapsizlar va svichani hozir qanaqa tarzda yopilishligini ham ko'rsataman. Nechta odam bor? 300 tami? Xo'p, bu yoqda mana resistant zonani bizga yaratdi bozor. Resistant zonani yaratgandan keyin bizga mana bir marta ishlab beryapti, to'g'rimi? Mana bir marta ishlab beryapti. Hozir bir minut. Xo'p, resistant zonani yaratgandan keyin mana undan keyingi holatni ko'ringlar mana. Bitta impulsivni svicha. Men aytyapman, bitta svicha bilan hech narsa hal bo'lib qolmaydi. Что undan keyingi holatlarni ko'rish kerak. Men sizlarga aytdim, zonani tepasida qanaqa yopilish kerak dedim. Zonani tepasida mana shunaqa bo'lib yopilish kerak edi. Bitta uzun svicha emas, mana bunaqa bo'lib zonani tepasida yopilish kerak edi. Mana bunaqa tarzda. Bu narsani sizlar mana shu zonani ustida ko'ryapsizlarmi? Bu to'g'ri breakout bu. Yo'q, bu yoqda ko'rmayapsizlar, to'g'rimi? Bitta uzun svicha, undan keyingi holatni qaranglar mana. Zona xo'p. Bitta uzun svichami? Xo'p, endi sanaymiz. Svichani misol sanashga o'tsak 1, 2. Ikkita svicha bilan bu zonaga yaqinlashib qolyapti. Mana bu boya ko'rsatgan narsam bilan bu bir-biriga to'g'ri kelmayapti, tushunyapsizlarmi? Xo'p, bu birinchi masala. Ikkinchi masala endi yaponskiy svicha bo'yicha qarasak, ya'ni kim sham bo'yicha qarasak, mana manipulятsion shamlar qanaqa bo'lishi mumkin? Xo'p. Zona tortiladi. Bozor bizga mana shu yana o'sha svicha ko'rinishida keladi. Mana bu birinchi manipulятsionный bizda svicha bo'ladi. Tana kichkina bo'ladi. Что shpilkasi ikkita tomonga ham uzun bo'ladi. Что mana shunaqa holat bo'lsa, misol mana shunaqa holat bo'lib, narx yana qaytib keladigan bo'lsa, sizlar bayga kirmay turasizlar. Sizlar bu joyda обязательно kutasizlar. Что nega? Misol mana bu joy bizga resistant zona bo'lgan-ku, men buni ham chizib chiroyli ko'rsatayda, mana resistant zona bo'lib, misol mana narx bizga tushib kelgan boshida mana bunaqa bo'lib, yana o'sha joyga mana kelgan, to'g'rimi mana? Buni sababi nimada? Buni sababi mana shu yetim svichadan oldin, mana shu yetim, endi men yetim deb aytaman, yetim svichadan oldin bitta impulsivni svicha bo'ladi. Yetimni qoldirgandan keyin qarama-qarshiga yana xuddi impulsivni svicha bo'lish ehtimoli katta. Bu birinchi masala. E'tibor beradigan bo'lsak, mana shu bizda resistant zona edi. Ya'ni kim bizda resistant zonamiz mana shu edi. Mana line chartga olib qarasanglar mana. Resistant zona edi. Narx yana shu joyga keldi, to'g'rimi? Ssenariy bo'yicha bizga mana shu joylardan selga qaytib ketish kerak edi. Lekin bu yoqda ozroq odamlarda bu yoqda bayga ishontiradi. Ya'ni kim buni novichoklar bilmaydi. Strategiyani misol bilmas oylar bor-ku, endi yangi kelgan odamlar. Xo'p. Bu yoqda odamlarni bayga ishontiradi, misol zonaga qaytib keladimi? Bu yoqda ko'p odam bayga kirishni boshlaydi. Bayga kirgandan keyin ular kutadi shu tomondan maksimum birinchi take profit. Yo'q, unaqa bo'lmaydi bozorda. Bozorda o'sha nabarot. Yana orqaga o'sha impulsivni svicha, bu yoqda dальше nima bo'ladi bizda? Продолжаем bo'ladi. Bu yoqda yana bitta katta sekret bor. Nima deydigan bo'lsak, misol o'sha zonada bo'yicha ishlaydiganlar mana shu joydan sizlarga sell signalni bergan bo'lishligi mumkin. Stopni teparoqqa qo'ygan bo'ladi. Bu holat buy va sell manipulyatsiyasini keltirib chiqaradi. Sellda o'tirganlar ham "Immina meni stopim olib ketdi" degan gaplarni eshitgan bo'lishlari mumkin, to'g'rimi? Immina biz stopga qarab o'tirgan ekan degan gaplarni eshitgan bo'lishlari mumkin. Immina mana shunaqa holatda bo'ladi u situatsiya. Xo'p, bu narsani realniy bozorda ham hozir ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. Ikkinchi moment. Yana mana shunaqa xuddi yaponskiy svicha. Svichaning impulsivniy bo'lish kuchi, ya'ni juda kuchli impuls bilan bitta svicha chiqib ketishi zonadan. Bu yoqda ham biz o'sha kutishimiz kerak. Ya'ni ustida mana shunday bo'lib yopilsa, bu breakout bo'ladi-da. Bunaqa holatda nima bo'ladi? Bunaqa holatda mana manipulyatsiya turi yana yangi svicha ochiladi-da, bir zonaga keladi. Mana bunaqa holatda bo'ladi sizlarga. Yana dальше продолжаем bo'lib ketadi shu holatda. Mana. Ya'ni edge'ni teskari varianti bu. E'tibor berib qarasak mana.
xuddi mana o'sha impulsyonli switch mana birinchisi to'g'rimi? Ko'k. Ikkinchisi mana bir zonaga kelishlik mana bir anosi nima deydi? Shpilkasi zonaga kelib ketgan. Undan keyingi switch mana zonaga yaqinlashdi. Dalshi bitta sel tashlab yubordi. Bu yoqda chunki bay ochgan odamlar bor edi. O'sha bayerlarni misol stopini yig'di. Misol 88 dan ochganlar bo'lsa, mana narx 59 gacha tushib ketgan. Bu degani 300 punkt. 300 punktgacha odamlar stop qo'ygan bo'lsa, hammasini stopini olgan. Misol bu yoqda o'sha sel kirgan odamlar bor edi. Mana bu yoqda mana zona bo'yicha misol sel kirgan odamlar bor edi. Uni ham misol stopini olgan. Bayni ham, selni ham stopini olyapti bu yoqda. Bu narsani bozorda o'zlaring ko'rib, повторение qilsanglar, что xudo xolasa yaxshi bo'lar edi. Mana yana breakoutga misol. Mana breakoutga misol keltiryapman mana. Xo'p, mana bu yoqda bor, xudo xolasa mana pastda bor, hozir ko'rsataman buni ham. Mana. Hop. Screenshot qilamiz, hozir ko'rsataman. Hop, screenshot qildik mana bu yoqda mana yana o'sha resistance zona, kelish bir marta ishlab berish, kelish bir marta ishlab berish, ishlab bergandan keyin breakout. Breakoutdan keyin mana zonaning ustida 4-5 ta switch yopilib, bu yoqda ham resistance zonani qoldirib, vot mana keyin zonaga kelgan. Mana shu joy bizga mana ideal ishlab bergan, qaranglar. Bu manipulyatsiya holati emas. Bu yoqda mana yana resistance zona bor mana. Qaranglar, mana resistance zona bu berdi-ku bir marta, to'g'rimi? Ikkinchi martasiga, ikkinchi kasaniyasiga bizga ishlab beradi. Bundan keyin yana mana shu zonaga kelish, yana ishlab berish. Yana kelish, o'sha gap bo'lib mana yoqda ochilib ketgan. E'tibor bersanglar, bu yoqda ham mana resistance zonamiz bor. Men mana bu joyini sizlarga общий mana ishlab berishini ko'rsatyapman, to'g'rimi? Endi buni o'chiramizda tepa, что joyini ko'rsataman mana. Tepa joyida mana qaranglar. Tepa joyida, o'chiray buni. Mana tepa joyida mana qaranglar. Bu yoqda hech qanaqa yetim switch yo'q. Birinchisi, to'g'rimi? Men aytayotganim bu yetim yo'q. Xo'p, ikkinchisi zonaning ustida o'sha mana switch bizda yopilyapti. Ot qaranglar, mana zona bilan zonaning ustida yopilayotgan holati 1 2 3 mana 4. 4 ta switch yopilyaptimi? Ot keyin zonaga mana retesga kelyapti. Retesga kelgandan keyin mana sizlar misol bayga kirasizlar. Bayga kirgandan keyin sizlarga обязательно ishlab beradi 100-200 punkt smela. Mana 53 ta kiryapsizlar, примерно выход 53 dan bo'lyapti. Xo'p, endi bizga narx chiqqan joy nechi? 77. Plus 200 punkt ishlayapti. Keyin tushib ketish bo'lyapti. O'sha tushib ketishdan oldin ham men misol bunaqa joyda bozorga men 2-3 marta kiraman-da. Joylarga hozir bir marta kirsang yetadi, yaxshi. Xo'p, breakout joyi kelishlik, bir marta ishlab olish, yana kelish, yana bir marta ishlab olish. Mana 2 marta ishlash bo'lyapti. 1 2. Xo'p, mana bu to'laqonli breakout bo'lyapti bular. Xo'p. Mana fake outga mana bu joy misol mana. Что? Fake outga biz misol keltira olamiz mana. Mana shu joyini imminda biz mana fake outga misol keltira olamiz mana. Shu e'tibor beringlar, bu yoqda zona bor mana. Как обычно mana zonani tortyapman-ku, xuddi yana shunaqa zona bor mana. Xuddi shunaqa zona bor. Bir marta ishlab berish, 2 marta ishlab berish, 3 marta ishlab berish. Undan keyingi bo'layotgan holat zonaga kelish. Vot mana. Zonadan chiq, impuls bilan ketyapti mana. Buni M1 ga qo'ysalaring, to'xtovsiz impuls, mana bunaqa holatni ko'rasizlar M1da. Mana bunaqa holatni ko'rasizlar M1da. Xuddi shu ssenariy bo'ladi. Xo'p, ko'p odam o'ylaydi, yana shunaqa yig'iladi-da, dalshi bay ketadi, xatyap scalping qilib ishlab olay deb o'ylaydi. Yoki ko'ryapti mana zonadan mana ko'karib turibdi switch. Mana ustida yopilmoqchi deb o'ylayapti-da, bayga kiryapti novichoklar. Yo'q, unaqa emas. Mana e'tibor beringlar. Men aytayotgan mana yetim switch mana. Yetimdan keyin mana aytdim-ku boya, impulsli switch bo'ladi. Yetimdan oldin mana, yetimdan oldin impulsli switchami? Vot keyin yetim. Yetimdan keyin обратно yana orqaga shuna xuddi shunaqa impulsli switch bo'lyapti, yana qizarib buje. Undan keyingi holat mana. Nechta switch yopilyapti? Bu yoqda. Что chiqqan zonadan yana обратно kirib ketgan. Bu yoqda kirmaysizlar. Что bu nimaga? Men aytdim zonaning ustida 3 ta 4 ta switch yopilishi kerak dedim. Bu yoqda yopilmayapti. Vot. Mana manipulyatsionni 1, manipulyatsionni 2.
Mana shu joyda kirib qo'ymasanglar, bayga bo'ldi. Qolgan payt что men darslarimni ko'rib chiqsanglar ham, ko'rib chiqsalaring ham misol bo'ladi. Tushuntirib berganman men chiroyli qilib hammasini. Xo'p, yana qayerda bor endi? Bu yoqlarda misol zonalarda hammasi ideal ishlab berganman. Mana bu yoqda men bunday qilib tortadigan bo'lsam, mana bunday tepaga suradigan bo'lsam, bu yoqda ishlab bergan misol, bu yoqda ishlab bergan. Mana shu joyga e'tiborlaringni beringlar. Xudo xolasa, sizlarda albatta rezultat bo'ladi. Ya'niki manipulyatsiyadan qochish bu. Bozorga endi nima deydi? Pishiq bu qarash. E'tibor bersalaring, mana faqat zona bo'yicha men chizyapman, zonani ko'rsatyapman. O'zim ham o'sha zona bo'yicha ishlayman. Men bu yoqda mana boya bir marta bayiga zo'r ishlab oldim. Bayiga ishlab olgan momentimni sizlarga tushuntirib beraman. Qaranglar. Bayiga ishlab olgan momentim menga mana bu zona bo'ldi. Bu nimaga? Bayiga ishlab olish deganda misol bu ishlash bilan u ishlash farqi bor. Ya'niki misol mana сделка ochib 2-3 prosatkada kutib o'tirgan boshqa. Сделка сразу ochsalaring misol kelib сразу ketish impuls bilan u boshqa gap. Uni kayfi boshqacha. Qanaqadir kanallar bor signal beradi misol prosatkada o'tirasizlar, minusda o'tirib keyin psixologiyaga u minusda u misol yangi sohaga yangi kirib kelgan odamga сразу psixologik nagruska bo'lib qoladi. Xo'p, ishlab olgan joyim mana. Bu yoqda manipulyatsiyaning holatni ko'rdim. Manipulyatsiyaning holatni ko'rgandan keyin bozorda analiz qildim. Menda ikkita support zonam bor edi mana. Mana bu birinchi zonam edi. Ikkinchi zona mana ishlab bergan menga imena RBS zonasi edi mana. Sell. Mana zona breakout. Breakoutdan keyin mana buyga ketdimi? Buyga ketgandan keyin e'tibor beringlar. Mana bu joyda sell ochgan odamlarni stopini yig'di, общий. Keyin mana qaytib keldi. O'sha banada buy ishlaydi-ku mana bu holat, mana bu yoqda deb o'ylaydi-da ular, ha. Zapis tashlayveramiz. Xo'p, mana bu holatda deb o'ylaydi. Keladi, narx ketadi deb. Yo'q, unaqa bo'lmagan bugun. Mana imенно o'shanaqa narsa bo'lmadi. Ya'niki mana bu holatni, mana bu joyini mana. Mana xo'p. Ishlab berdi o'sha, to'g'rimi? Mana bu joyi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa deb o'ylaganda odamlar, ya'niki zona tortishni biladi, lekin ishlashni bilmaydigan odamlar shunaqa deb o'ylagan. Lekin unaqa bo'lmadimi? Unaqa bo'lmagandan keyin mana shu yoqda bayga ochgan odamlarni o'sha stoplarni po'ylin yana yig'di. Sell bilan bayni xullas bugun yig'di mana shu joyda. Keyin meni zonam qaysi edi? Meni zonam mana. Meni zonam xuddi mana shu yashil tortib qo'yganman-ku rangda. Mana shu yoqda men idealni kirdim. Bo't. Bittada chiqib berdi. 2-3 soat bo'layotgan oldin, 2-3 soat oldin kirgan joyim aytayapman mana. Sena keldi, 5% ga orqaga qaytib ketdi. E'tibor bersang, o'sha 60 dan где-то 52 gachami, 53 gacha kirib bordim-da men. Mana shu atrofda kirib bordim. 70 da yopdim men. Mana shunaqa. Bozorda yengil ishlash kerak. Bozor sizlar o'ylaganchalik qiyin emas. Prosta sal bilim bo'lsa, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi sizlarda. Xo'p. Bugungi darsimiz mana shu. Umuman tushuntirib bera olgan bo'lsam, xudo xolasa hammaga, darsda o'tirgan odamlarga, vaqtini ajratgan odamlarga misol xayrli bilim bo'lsin. Bozorda mana shunaqa aldamchi holatdan qochib qolinglar, iloji boricha bergan bilimlar bo'yicha. Darsni zapisi sizlarga tashab beriladi. Qolib ketmaydi. Ya'ni ko'ra olmay qolgan odamlar bo'lsa, misol yana qaytadan ko'rib olish imkoniyati bor, xudo xolasa. Tradingni noldan boshlash bo'yicha o'zim ham darslik yozib boryapman. Birinchi, ikkinchi dars tashaldi. Обязательно ko'rib chiqinglar. Kanalga yangi kelgan odamlar kecha va 3 kun oldin sizlarga birinchi, ikkinchi dars tashalgan. O'shani ko'rib chiqinglar. Trading nimaligini bilmaydigan odamlar bor-ku, noldan. Xuddi shunaqa darslik yozib boryapman. Endi dushanba kunga xudo xolasa sizlarga yana 3-chi darsni yozib beraman. U yoqda ham o'sha darslik, kerakli strategiyalar, ido hammasi xullas noldan. O'shani ham ko'rib chiqinglar. Darslikda hozir mana shu aktiv bo'lib tursanglar, xudo xolasa mana shu dars zapisini tashab beriladi. Ertagami, bugun u yoq bu yoq montaj qilib qirqib, ertaga tashab beriladi.
обязательно o'sha olovcha zo'r reaksiyani bosib qoldiringlar. Что bizni mehnatimizni baholab qo'yinglar. Hammaga omad, xayrli kech, yaxshi dam olinglar. Xudo xolasa ertaga yoki dushanba kuni gaplashamiz.